do'konda to'yin bo'lyapti deganding. Kim u baxtli yigit? Umi? U Sevgi doriga ko'nglimni osay, osmonlar olis qayga ham qochay, faqatgina senga jonimni beray, hech bo'lmasa do'st bo'lib qol. Telefonlarimga javob bermayapsan. Biror gap bo'ldimi? Nima jimsan? Tinchlikmi? o'zimni xuddi aldangan yosh boladek his qilyapman. Nimaga? Nimaga uylanganingizni mendan yashirdingiz? Yaxshi ko'rmas ekansiz. Tuyg'ularim bilan o'ynashga nima haqqingiz bor? Sidora, bu sen o'ylagan narsa emas. Hozir men senga hammasini tushuntirib beraman. Nimani tushuntirasiz? Men ahmoq sizdan umidvor bo'lib yuribman. Shuncha paytdan beri men qanaqa qilib sizni uylanganingizni sezmadim. Sevgini ko'zi ko'r bo'ladi deb shuni aytsa kerak-da. Ali aka, nimaga bunaqa qildingiz? Hech kimi yo'q, bilganimni qilib yuraman deb o'ylaganmidingiz? Bo'ldi qil Sidora. Meni eshitgin. Unda ko'nglim yo'q. Seni sevaman. Faqat seni. Ishon. O'sha ko'ngli yo'q ayolingiz meni sinfdosh dugonam bo'ladi. Yana kamiga farzandingiz ham bor ekan. Bugun uyingizga borgandim. Guldek oilani boshi ekansiz. Nimaga meni yo'ldan urdingiz? Yoki sizni majburladimmi meni sev deb? Tinchgina o'zimni hayotimda yashab yurgan edim. Hech kimga xalaqit bermasdan. Siz kelib hammasini ostin-ustin qilib. Xullas, mana shu yerda hammasini to'xtatamiz. Boshqa meni yo'limdan chiqmang. Shoshma, Sidora. Meni yaxshilab eshitgin. Hamma aytganlarim rost. Nega